Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Mingdan tumaniga Xudo xolasa navbatdagi oshxona mebelimizni o'rnatdik. Akrilda bo'ldi. Aynali fasad. Pastida ham svetka ochilgan. Gazimiz, xofman texnikalarini ham o'zimiz olib qo'yib berdik. Sushilkalarimizga e'tibor berasizlar. 2 xil sushilka ishlatdik. Bitta katta hajmga, bitta kichikroqga. Bemalol yoniga tushadi, yosh bolalar ham foydalanadi. Keyin joyiga qaytarib qo'yib qo'ysa bo'ladi. To'liq obzorlar qo'yamiz, xudo xolasa. Geometrikalarimiz kesiladi hali. Bemalol telefon, boshqa narsalar bilan ishlatib, blender shunaqa narsalar ishlatsa bo'ladi. Bu tortmalarimiz, chuqur tortmalar, tayyor displey. Yonida ambishni tortmasi ham bor. Qoshiqlar soladiganlari bilan. Buni tagiga bitta ariston o'rnatamiz. O'z tarafimiz o'sha 90 asobiyani stalish nisasi maxsus shu uchun. Tayneli pinalimiz bor. Yonlarini ham akril qilib berdik. Yonlari ham akril, ko'rinadigan qismi borki akril. Bu ham endi bilsalaring rasxodga qo'shiladi yoki bundan tashqari qilib, oddiy laminat qilib buni o'rniga tepasini ham mayda bilsalaring har bitta tummani choki bo'ladi. Har bitta tummani choklarini ham ko'rinmaydigan qilib qilganmiz. Mana yonlari ham akril, ular shilinsa yana ham hozir ochiladi. Kimga shuna xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.